Lichkamda juda ham ko'p savollar tushyapti. Realni u savollar ko'pchilik beryapti. Hali ba'zi bir blogerlarga o'xshab, mendan ko'pchilik so'rashadi deb o'xshatganim yo'q. Hali tema yo'lligi uchun o'zimga qiziq bo'lgan hypevoy va trenddagi mavzuni gapirish niyatida emas, realni menga tushyap turgan savolga javob beraman. iPhone 17 oldingizmi deb so'rayapti. Ayniqsa yoshlar, nima uchun men sizlarga bu telefonlarni ko'rsatyapman? Bu iPhone 13 Pro Max, buni O'zbekistonda olganman. Oldi kamerasi singandan keyin 15 ta olganman. Mana 15. Buni ham orqa kamerasi singan. Keyin bundan keyin 16 ni menga sovg'a qilishdi. Ya'ni o'zimiz ishlayib turgan o'sha Turan CZL School'dagi Ma'rufjon degan bola sovg'a qildi. Mana shu sana kamerada ham ishlatib yurardim. O'zim menga iPhone 17 umuman kerak emas, chunki men o'zim telefonni kamerasidan foydalanmayman, erinaman. Shunchaki Instagramdagi kamerani olib, ashita zapis qilib sirazu chiqarib olaman. O'ylanaman o'tirmayman. Nima uchun bu narsani gapiryapman? Sababi achinarli holatni kuzatyapman. Shu yoshlarda dunyo qarashi, tsennosti, qadriyati o'zgarib ketgani, ya'ni shu materialni narsalarni orqasidan qo'ylab yurishi. Kimdir iPhone 17 ni olib maqtanadi, qaysidir bloger mashinalarni ko'rsatdi, maqtanadi, shu narsani orqasidan qo'ylab umumiy hamma e'tibor, vниманиеlar shu narsada bo'lib qolgan. Menda ham bo'lsa, palon bo'lsa, sizlarda eng zo'r narsa bor dunyodagi akalar, bu ota-onalar bor. O'sha narsani qadriga yetinglar. O'sha ota-onalar yonida har bir o'tkazyap turgan kuninglarga e'tibor, vnimaniyani qaratinglar. Bu narsa matohlar chiqaveradi. Ertaga sizlar o'lib ketsanglar ham 18, 19, 20 ketaveradi darsi. Xullas, dunyo qarash va tsennost, qadriyatni o'zgartiringlar. Haqiqiy oila eng muhim narsa, vaqt qaytarib bo'lmaydigan narsa, akalar. O'yladinglarmi, oxirida iPhone 17 ni olib mana qilib ko'rsatadi deb? Yo'q, akalar, seriozno gapiryapman. Kerak emas bunaqa musor narsalar.